Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Computer Master kanali. Bugun biz Barry Prison Run hobbisini o'ylab ko'ramiz. Bu kanalda birinchi marta Roblox o'yini butunlay birinchi marta gaming video desak ham bo'laveradi, chunki birinchi marta gaming video. Biz yangi tergan kompyuterimizda gaming videoni olamiz. Hozir buni play easy. Hozir buni ovozini yo'q qilib olamiz. Chunki ovozi juda ham baland ekan. Ovozini pasaytiramiz. Bo'ldi, yetadi. Endi birinchi bo'lib biz mana shu yerga chiqishimiz kerak ekan. Chiqdik. Men bu o'yinni avval ham o'ynaganman. Yaxshi o'yin. Buni o'yinni nomini va silkasini opsiyada qoldiraman va yangi kompyuter haqida ham ma'lumotlarni qoldiraman. Yangi kompyuterning videosi yaqinda chiqishi kerak. Uni chiqarishga, montaj qilishga vaqt bo'lmayapti. Shuning uchun chiqmayapti. Yaqinda chiqib qoladi. Bu videodan avval chiqishi ham mumkin, keyin chiqishi ham mumkin. Uni aniq bilmayman. Hozir bu video olinayotgan paytda u video hali chiqarilmagan. Shuning uchun gapiryapman. Yangilanibdi o'yin. Mana ranglar qo'shilibdi. Shuning uchun boshqacharoq. Ochamiz. Voy, tutib oldi bizni. Mana bizni yana bir marta tutib oldi. Tepaga chiqishimiz kerak. Tepaga ham chiqib oldik. Uni knopkani bosish kerak. Bosmasangiz ochilmaydi eshik. Bu osonroq. Bularni men o'ynaganman. Shuning uchun hamma etaplardan o'tganman. Shuning uchun yaxshiroq bilaman. Tushdik. Laval yoniga. Bu yerda ko'prik bor ekan. Tushib qoldik. O'zi sinadiganlari ham bo'lish kerak. Yana bir marta tushib qoldik. Voy. Nimagadir o't olmayapman. Bo'ldi, o'tib oldik. Endi mana yerdan o'tish kerak. Bu yer oson. Bo'ldi. Endi sharik o'tkazishni kutamiz. Mana yerga o'tib olamiz endi. Endi yana yuguramiz. Mana bu yerga o'tib olamiz va o't ketishi bilan yana yuguramiz. Va yetib keldik. Tepaga chiqamiz. Mana u bizni quvadi. Biz mana bu yerga kirib, mana uni aylantirishimiz kerak. Va mana yerda eshik ko'tariladi. Mana tushib ketdik. Albatta. Menimcha bu debdim ham
o'tib oldik. Yo, ancha bormikan. Bo'ldi, o'tdik. Endi mana bu etapdan o'tamiz. Va mana yerga o'tib, tepaga tortamiz. Bir tarafga turib olish kerak, chunki mana bunga kirib qolishingiz mumkin. Tezlashtiradigan energetikni ochib olamiz va sakraymiz. Yana va yana. Hoppa. Hop. Hoppa. Yana. Bo'ldi, o'tib oldik. Endi tepaga chiqamiz. Hozir endi narvonni olishimiz kerak. Narvonni mana bu yerga qo'yamiz. Mana bu yerga yaxshilab qo'yib olish kerak. Va uni ustiga chiqamiz. Mana bu yerga sakrashimiz kerak. Chiqib bo'lmayapti. Chiqib olamiz. Mana bu yerdan o'tish oson. Endi chapga uchamiz. Uchib ketdik. Yo'q. Mana bu yerga va mana bu yerga chiqdik. Endi mana ularni berkitish kerak. 3 ta topamiz. Mana bu yerni ham keyin mana shu yerda ham bir dona bor. Endi bu yoqqa o'tib mana bu yerdan tepaga chiqamiz. Tugatib qoldik. Endi ehtiyotkorlik bilan mana bu yerga chiqamiz va to'g'ri yurib mana bu yerdan bu tomonga sakraymiz va mana bu yerga kiramiz. Mana endi mana bu yerlardan sakrab o'tish kerak. Bu sal qiyinroq etap. Lekin o'tsa bo'ladi. Bo'ldi, o'tdik. Endi mana bu yerga ham
Voy, mana shundan tushib ketib qoldik. Mana bu yerda, voy. Endi boshqatdan. Bu etap qiyinroq. Shuning uchun o'tish sal muammo bo'ladi. Yana tushib ketdik. Mana bunday. Mana bunday. Mana bunday. Mana bunday. Mana bunday. Bo'ldi, o'tdik. Endi tepaga chiqamiz. Hop, endi nima olish kerak? Mana bu yerdan. Mana bu yerga tushish. Va mana bu yerga. Va ana bu yerga o'tish kerak ekan. Va sakrayman. Boshqatdan oxirrog'iga borib nimagadir bu yerdan o'tib bo'lmayapti. Yo'q, baribir chiqib bo'lmayapti. Yo'q. Yana chiqib bo'lmayapti. Bu qanaqa etap o'zi? Tushunmadim. Bu yangilangan ekan, shuning uchun o'tish qiyin. Balkim mana bunday qilish kerakdir. Yo'q. Mana bunday. Yo'q, chiqib bo'lmayapti. Tushib ketdik. Mana bu yerga. Ketdik. Mana bu yerga. Mana bu yerga. Va mana bu yerga. Yo'q, chiqib bo'lmayapti. Birdan o'tishning iloji bormikan deb o'ylab qoldim. Va yana o'tdik. Mana ko'rmasak bo'lmayapti. Chunki umuman betdan o'tib bo'lmayapti. Shu reklamani ko'rib qilishdan boshqa ilojimiz qolmadi. Bu yerdan ham o'tib qoldik. Shu bilan ham o'tib olmadik. Demak, hozir yana bironta narsa olib ko'ramiz. Buni nima qilib bo'lar ekan? Ikkisiga o'tamiz va ikisini tushib turaveramiz va mana bu yerdan sakraymiz. Va mana bu yerdan ham sakraymiz. Va mana bu yerga sakrab turib, yo'q. Mana uni olishga to'g'ri keladi. O'tishimiz kerak, boshqa ilojimiz yo'q. Bunda ham iloji bo'lmayapti. Bo'ldi, o'tdik. Shu bo'lmasa o'tib bo'lmas ekan menimcha. Va mana bu yerga ham tushib oldik. Mana bu yerga o'tiramiz va ketdik.
va mana bu yerga kiramiz va Fuzukani olamiz. Bunday qani endi u mana oshpaz tog'amiz hali ham o'lmayapti. Bo'ldi. O'ldirdik va 2ga o'tamiz. Mana bu yerdan tushishimizga to'g'ri kelar ekan. Huy! Ikkinab qo'yamiz. Chunki bu yerdan ozini turib o'raygan narsasi ham bor. Mana bu bilan uchib chiqamiz. Mana bu bilan chiqamiz va menimcha o'yin yakunlandi. Yoki bu yerdan hozirchaga chiqamiz. Voy, qoldik. Endi mana bunday qilib chiqamiz. Chiqdik. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, yo'q. Uchinchisi bo'lmadi. Mana birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi. Mana o'tib ham oldik bu yerdan. Endi mana bu yerga chiqamiz va mana bu yerga uchib chiqamiz. Yo'q, emasam mana unda ham chiqsak bo'laveradi. Yo'q, mana undan bitta olsak yetadi. Ko'p kerak emas. Böyle ham endi chiqamiz. Zuk orqali uni yo'q qilishimiz kerak. Atamiz. Bo'ldi. Buni juda oson. Hozir mana bu yerga cho'p boramiz. Kimdir mana bu yerda yotibdi. Hali o'yin tugagani yo'q. Hali o'yin ozgina qoldi. Mana bu yerga to'xtaymiz va tushamiz. Mana bu bilan boramiz. Closet yopiq. Mana bu yerga o'tamiz. Demak, hozir boshqa tarafdan o'tamiz. Bittasi otyapti. Hozir unga ko'rsatib qo'yamiz. Bo'ldi. Unga shu jazo yetadi. Bu yerda ham eshik yo'q, kiradigan. Mana bu yerdan chiqsak kerak. Mana bu yerga o'tamiz. Tushdik. Endi bu yerdan olib bo'lmas ekan. Va mana bu yerdan shotni olamiz.
va mana bu yerni ochamiz. Turib tashlab turamiz va mana buni ochamiz va buni olib ketamiz. Mana yerga qo'yamiz va mana yerga mana bu orqali juda zo'r narsa ekan. Mana shu orqali bemalol chiqib olsak bo'ladi. Vertolyot ham kerak bo'lmaydi. Bo'ldi, chiqdik. 19 minut 42 sekundda yerdan chiqib ketdik. Mana yerdan olib qo'yamiz va mana yerdan chiqamiz. Mana yerdan bular top o'yinchilar. Buni ichida biz yo'qmiz. Mana yerda 3 bursak ham bo'laveradi. Shu bilan videomiz tugadi. Sog' salomat bo'ling.